Maningla tembir tangshish darsligi. Tembirning ma quloq bag'o, ma quloq o'ttirdagi tarsiga vakillik qildijimi o'ttirdagi tara, ya'ni maus o'ngdan so'lga sangan vaqtida 3-chi tara. 3-chi taraga vakillik qildi ma quloq. Ikkinchi quloq bo'lsa o'ngdan so'lga sanganda 2-chi taraga vakillik qiladi. Eng tepedagi 3-chi quloq bo'lsa o'ngdan so'l qaragandagi qarab sangandagi ma 1-chi taraga vakillik qildi. Qaranglar. Mau 1-chi tar, mau 2-chi tar, mau 3-chi tar. 4-chi tar mau tepedagi quloq 4-chi tar. Mau 5-chi tar. Tarni mau to'g'ri yurgan bo'lsanglar, hammanglar bilsizlar, quloqni daq mayoq bursak bo'shiydi, da bursak chingiydi, buni bilsizlar. Unda esa dedal qaranglar. Avval tembirning o'tirdagi tarisi bilan kelamiz. Mana. Mana. Mana tangshaldi degan gap. Mana musholat kelsa tangshalgan bo'ldi, o'tirdagi tarisi 3-chi tar. Endi birinchi, ikkinchi tarni tangshaymiz. Birinchi, ikkinchi tarning ovozini o'xshash qilib tangshaymiz. Qaranglar. Mana musholat kelsa tangshaldi degan gap tangshib oldik. Endi 4-chi, 5-chi tarlarni tangshaymiz. Ikkisini o'xshash qilib. Mana mushu holatga kelsa tangshalgan bo'ladi. Eng avval o'ttirdagi tarisini, ya'ni 3-chi tarni tangshib oldik. 3-chi tarni D harfiga, dopdagi D harfiga. Birinchi, ikkinchi tarni o'xshash qilib olmadagi A harfiga tangshib oldik. 4-chi, 5-chi tarlarni o'xshash qilib gilamdagi G harfiga tangshib oldik. Yana alayda eskartish. Mushuning rasmdagi o'xshash, mushu yeşil chekitlar o'ttirdi bir siza qolib o'ttirdi turgan bo'lsa, tangshalgan bo'ladi juma. Sol tarafiga o'tib ketgan, sol tarafida qilib qolgan bo'lsa, sizaqlar qizil yenib, tarning bo'shligini bildirdi. Bu vaqtda qanday qilamiz? Tarni chingitamiz. O'ng tarafiga o'tib ketib qolgan bo'lsa, tarning chingib ketib qolganligini bildirdi. Bu vaqtda sal bo'shtimiz.